bola umuman holati yaxshi emas. Shu darajada kirmayman deyapti. Bu ochiqlik va shaffoflikqa tayyor bo'lmagan rahbarlar rahbarlik lavozimidan bo'shasin degan hurmatli yurtboshimizning so'zlari bor. Nimaga? Mana shuni siz o'qiganimiz sababi siz chora ko'ruvchimisiz? Sizga tushuntirib, yana kameraga tushuntirmaymiz-da boshqatdan. Ha, o'shani kelsa gapiradimi? Yo'q, iloji yo'q uni. Kamerangizni o'chirib gapiring. Nimaga sabab? Bunaqa rahbarlarning bu yerda ishlashi qanchalik to'g'ri? Ota-onalarning murojaati uning uchun bir tilmi? Undan oldin ham juda ko'p bo'lgan. Og'zaki opoy urmagan. Yana bugun kecha chiqyapti. Kallamga urdi deyapti bola. Bola nimadir bugunga qadar bo'lgandan keyin nima qilish kerakmi? Biror nima qilish kerakmi? Bola hech qanaqa. Ha, bo'ldi-da, bola. Yo bir narsa nima bo'lgan. Agar mashkul bo'lsa, bo'lishi ham mumkin-da. Hech kim kafolat bermaydi bu bola hech narsa qilmaydi ertadan keyin deb. Qo'lingdan kelganini qil, bolang meni qo'limda degan. Holat bo'yicha nima deya olasiz? Yanachi? Yana qaytizga urdi? Ko'tizga ham urdimi? Hey, ikkalamiz aytishganimiz bolamga bosim o'tkazmayin deyapsan. Bolang meni qo'limda-yu. Qanday bolam bugun topshiriq? Serdorbek, shu opa urdimi yo boshqasimi? Shu? Qaytizga urdi. Qaytizga urdi. Ayni damda biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 65-maktabgacha ta'lim tashkilotidan murojaat tushgan. Mana shu murojaatni o'rganishga keldik. Murojaatni o'rgangan chog'imizda, ya'ni yosh bolani 5 yoshga to'lmagan bolani bu yerda tarbiyachi tomonidan urdi deb murojaat qilishgan. Mana shu murojaatlarni o'rganishga keldik. Va ayni damda biz O'zbekiston tumani maktabgacha va maktab ta'limiga keldik. Bu yerga kelib shu rahbar bilan uchrashamiz degan chog'imizda yo'qligi, ya'ni yo'qligimiz Zoomda yig'ilishda ekanligi ma'lum bo'ldi. Undan keyin bizga kelganimizni xabarini berishdi, lekin bizga uchramasdan mana hozir yana bir joyga chiqib ketishibdi, qayergadir yig'ilishga ham boshqa joyga chiqib ketishibdi. Bu ochiqlik va shaffoflikqa tayyor bo'lmagan rahbarlar rahbarlik lavozimidan bo'shasin degan hurmatli yurtboshimizning so'zlari bor. Mana ochiqlik O'zbekiston tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limidagi holat. Nima uchun mana ota-onaning murojaati borligini va biz rahbarning oldiga kirishimizda bu yerdagi kotibasiga aytdiganki, rahbar bizni oldimizga bir marotaba chiqib qanday murojaatligi uchun qiziqmasa. Bunaqa rahbarlarning bu yerda ishlashi qanchalik to'g'ri? Ota-onalarning murojaati uning uchun bir tilmi? Rahmat, so'zim yaxshilar, faollar yaxshimi, tuzimsizlar? Sizlar bilan rahmat. Opa, Toshkent shahar Haqiqat TV kanalida jurnalist Eldorbekman Jalolov. Hop. Ya Zafarjon, javob. Kelavering opa. Agentlik rahbariman, ham jurnalist. Aka kelavering. Bular murojaatchilarimiz. Maktabgacha ta'lim. Kim? Maktabgacha ta'lim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari muvofiqlashtirish sho'ri. Shuba mudirisiz, ha? Xo'p, opa, bizda murojaatchi bor. Murojaatchimizning murojaatlari shundan iboratki, bolani bir necha kundan beri bog'cha xodimlari, ya'ni tarbiyachi urgan. Bir necha bora takroran urgan va ota-ona ertalab shikoyat qilib kiryapti bog'cha xodimiga. Bog'cha xodimi qo'lingdan kelganini qil, bolang meni qo'limda degan. Holat bo'yicha nima deya olasiz? Buni hozir bir taraflama eshitib xulosa chiqarish kerak. Boraylikmi hududga? O'shda hal qilish kerak bu narsani. Boramizmi? O'shuning uchun birinchi aqa bormay, siz bevosita va bilvosita ularda rahbari sifatida o'shuning uchun birinchi siz oldingizga keldik-da. Aqa borib turishi bir tomonlama bo'lib qolmasin. Bo'limda oldiga boraylik. O'sha xodimlardan agar birortasi o'shanga rahbarimi yoki o'shanga mas'ul birlashtirilgan xodim birga borsa, birga borib o'rganaylik. Hali bir tomonlama bo'lib qolmasin turishga keldik. Agar yo'q, biz bormaymiz desalaring, biz o'zimiz ham borishimiz mumkin. Faqat endi sizlar bilan birga borganimiz yaxshi, chunki holatni ko'rib, agar haqiqatdan ham shu maktabgacha ta'limda shunday holat bo'lsa, bu sizlarga ham misol uchun yaxshi narsa. Chunki bolani erta bu hali go'dayda bu. Go'day bolani urishi u yerda, undan tashqari qo'lingdan kelganini qil deyishi, bu budjet tashkilotdan oylik olyapti turgan maktabgacha ta'limda bu bo'lmaydigan narsa-da. Bir necha marotaba bo'ldi. Men og'zaki ravishda ustoz, bolamni urmang. Nima bo'lgan taqdirda bolamni urmang deb ogohlantirdim. Zuhra xonim, familiyalaringizni bilmayman.
Keyin mudirga aytaman bu narsani. Hech qanaqa men nima ko'rganim yo'q natija. Undan tashqari boshqa opoylarga aytdim. Oliy ma'lumotli Sayyoraxonning opoylari bor. Endi bab oliy ma'lumotli u. Unga aytdim, "Opoy, urmasin, to'g'ri sho'x bola, nima qilgan taqdirda urmasin. Dushanba kuni chiqyapti, opoyim belimga urdi" deyapti. Undan oldin ham juda ko'p bo'lgan. Og'zaki opoy urmagan. Yana bugun kecha chiqyapti, kallamga urdi deyapti bola. Xo'p, endi qarang. Siz chiqish siz huquqingiz. Lekin murojaat qilish huquqingiz. Lekin qarangda murojaat deb etapi borda. Siz tarbiyachiga aytibsiz, effekt bo'lmabdi. Mudiraga aytibsiz, natija erishmabsiz. Bo'limga kelishingiz kerak edi. Bo'lim meshatda o'tiraman. Agar men ham sizga natija qilib bera olmasam, ana tumanda hokimiyati bor, prokuraturasi bor, milliy xavfsizligi bor, ichki ishlari bor. Ularga chiqishingiz kerak. Ular ham hal qilib bera olmasa, bizni viloyatda maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi degan tashkilotimiz bor. Aytga chiqishingiz kerak. Aytam hal qilib bermagandagina keyin blogerga chiqishingiz kerakmi? Qayerda shunaqa yozgan? Siz murojaat O'sha yozuvdi bizga qaysi qarorda shunaqa deydiganini bizga ko'rsating, opa. Iltimos. Yo'q, Opa, shunaqa deydi. siz hozir to'g'ri gapiryapman deb o'ylayapsizmi mana shu gapni? Yo'q, murojaat qilishlari noto'g'ri emas. Xo'p, nimaga bo'lmasa bu noto'g'ri sizni buni murojaat qilishingizni fuqaroni tahdid qilyapsiz Men hozir. eshitmaganman-ku deyapman. Xo'p, men eshitmasdan turib, hozir menga sizlar bir yo'la kameralar bilan kirib kelyapsizlarda. Hop, Men ogohlantirib. Men bu Nimaga sizni ogohlantirishimiz bu kerak? holat bungacha olib bormoqchi emas edim. Men tushuntirdim opoyga, hovlisiga olib chiqib, "Opoy, ertalabki holat bu. Bolam bog'chaga kirmayman" deb zirillayapti. Ayajon, Sayyor opoyimga telefon qiling, o'sha bo'lsin bog'chaga kiraman deyapti. Qani Sayyoraxon oliy ma'lumotli. Mudirga ham aytganman, "Opoy, Sayyoraxon bo'lsin, oliy ma'lumotli yo'q deyardingiz. Mana bo'ldi. Bolamda o'zgarish bo'ldi. Bular endi baribir o'rta emas, lekin husumatim yo'q. Qanaqa yordam desam, men har doim tayyor bo'lganman maktabga, bog'chaga, moddiy taraflam. Opoyga ham husumatim yo'q. Bog'chaga ham boshqaga chaqiryapman. Urmang. Hali meni bitta oyog'im Toshkentda. Bu bolani osonlik bilan katta qilganim yo'q. Bitta joyda turamiz. Meni holatimni bilasiz" dedim. Tushuntirdim opoyga. Yo'q, bo'lmasa kirib deyapti, kun bo'yi o'sha yerda o'tir deyapti menga. Men nimaga yerda o'tiraman? Kuzatib o'tir bo'lmasa deyapti. Kutamiz, mana biz hozirda 65-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga yetib keldik. Hozir biz bo'limdan odam kelishini kutyapmiz. Xudo xolasa mana maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi, ya'ni O'zbekiston tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi rahbariyatidan hozir xodimlar ham kelishyapti. Birgalikda imkon qadar kirib bizga yo'llangan murojaatni o'rganishga harakat qilamiz. Nimaga? Mana shuni Hozir siz deganimiz sababi siz chora ko'ruvchimisiz? Sizga tushuntirib, yana kameraga tushuntirmaymiz-da boshqatda. Hozir nima qilyapsiz? Ha, o'shani kelsa gapiradimi? Yo'q, iloji yo'q uni. Kameringizni o'chirib gapiring. Nimaga sabab? Yo'q, men tushunib olay vaziyatni. Mana hozir Vaziyatni rahbariyatingiz tushuntiradi, biz rahbariyatingizni tushuntirdik. Rahbariyatingizni bekorga birga olib kelmadik. Opam o'sha holatni sizga tushuntirib berishadi o'zi. Bata nima bo'lgan hammasini batafsil biz opaga aytdik. Mana bolani ko'rib turibsizlar, sog'lom kulib turibdi. Va bola nimadir bugunga qadar bo'lgandan keyin nima qilish kerakmi? Biror nima qilish kerakmi? Bola hech qanaqa. Ha, bo'ldi-da, bola. Yo bir narsa Yo'q. nima bo'lgan. Agar mashq tuv bo'lsa, bo'lishi ham mumkin-da. Hech kim kafolat bermaydi bu bola hech narsa qilmaydi ertadan keyin deb. Yaxshi ketyapti. U kecha mana obedda tushlikda kirib bolani nima qildim? Ertalab jinjig'ni qilib keldi. Tarbiyachi Bekmirzayeva olib, nimani onani qo'lidan olib, yechintirib xonaga olib kirdi. Tushlikda nima bo'lyapti ekan desa, navbatchiga farqi tutib kirdim. Shedorbek desam, navbatchi sizmi desam, ha deyishdi. Yaxshimi ovqatlanyapti, jinjig'lik qilmay qoldimi desam, ha, opa mana navbatchilik qilyapti dedi. Shu bilan chiqib keldim. Bu ota-ona sizga murojaat qilganmi? Bolamni urishyapti ekan deb. O'tkaylar Hamroqulova Dilafurxonlar qasdan qilishgan. Undan keyin murojaat qilishgan. Yaqinda bir tarbiyachisi almashganda murojaat qilishdi va tarbiyachisi almashganligi uchun injiqlik qilyapti. Men yaxshi tarbiyachini, eski tarbiyachi qo'ydim. Bola endi haqiqatda tarbiyachi, pedagog o'zgarsa bolada ham jinik nima bo'ladi? O'rganib qoladi dedim. Lekin
bolada unaqa juda salbiy ota-onasi vahima qilayotgan darajada bir nimani kuzatganimiz yo'q-da. Yo'q, xo'p, nimadir bugunga qadar bunaqa holat. Yo'q, tushundim, kaltaklanyapti. To'g'ri. Ekspertizaga olib borishgan bo'lgan yo'q bu. Yo'q, o'sha bo'lgan yo'q demoqchiman-da, unaqa bo'lgan yo'q. Qachonki bo'lsa keyin keldim-da. Opa, nima bo'lgan holatni o'zi tushuntirdi. Ana opa. Kuni kiryapti. Ayajon urdi belimga dedi. Parvo qilmadim. Zuhraxon opoyi. Keyin aytdimki, ko'p marotaba bu eshiting. Oldin ham urdi, keyin kirsam yo'q ekan. U opoy ham kelishmagan ekan, sayyoraxonga yetdim. Boshqa opoylar ham bor edi. Opoy urmasin dedim. Undan keyin yana urdi dedi, o'zini maytda qabul qilayotganda Zuhraxon urmagan deb yaxshi gapirib, ogohlantirib chiqib ketdim. Kecha yana kiryapti, boshimga urdi deyapti. Parvo qilmadim. O'zing sho'xlik qilgandirsan, nima qilding deb o'zidan so'radim. Kechqurun yana aytayapti, boshimga urdi-yu, aya deyapti. Ertalab kiyintiryapman, voydod bog'chaga kirmayman. Opoyim meni urdi. Men kirmayman u opoyni oldiga. Keyin chaqirdim. Opoy, holat mana unaqa dedim. Birinchiga aytdim, qaytizga urdi opoy deb oldida so'radim. Yaxshi gapirib. Opoyni oldida. Ha, opoyni chaqirdim hovliga. Ha, desam boshimga urdingiz. Urmang dedim, vaziyatimni tushuntirdim. Meni hali bitta oyog'im Toshkentda, mana shunaqa holat dedim. Xullas aytayaptiki, Qaysar urganim yo'q dedi. Bu urdi deb turibdi. Opoy urganim yo'q dedi. Bo'lmasa nimaga bunaqa holat dedim. Bunaqa bo'lyapti bolada dedim. Aytayapti, sayyoraxona opoyimni nomeri bormi? Ejon telefon qiling deyapti. Ana opoylaringiz o'sha yerda shuncha bitta ota-ona ham bor edi guvohim. Keyin biz opoy bilan aytishib ketdik. Opoy aytayapti, qo'l cho'ntakda kirib bor qo'lingdan. Men aytdim, birinchisi ikkinchisi emas opoy. Bir necha marta ogohlantiryapti yaxshi gap bilan. Endigisida dedim, yomon bo'ladi deb gapirishimni bilaman. Qo'lingdan kelganini qil dedi. Ketdimki, yo'q, nimaga unaqa demaydi? Mana shu yerda o'sha ota-onani chaqirtiraman. Chaqirdim. Ha, qayerdan xabarni bilsiradim ekan. Men kelgandan keyin batafsil qizlardan so'radim. Chunki buni nimada bitakda biz kutib qolamiz, odam to'yguncha keladi. Nimamiz? Yuringlar, shopirlar, yuringlar dedim, yurib keldik. Kelsam, qizlar opa shunaqa vaziyat bo'ldi dedi. Ha, ayasi dedim, ozgina kutmabdi-da meni dedim. Kasaba uyushmam aytib, opa shunaqa vaziyat bo'ldi. Jini ayasi bilan dedi, qizishib ketdi ayasi dedi. Aho, menga dedim, ushlab turmaysizlarmi? Men kelyapman-ku har kuni dedim. Endi 5-10 minut kechga qolishim bor, yo'limda uzoqligiga-da. Boshqa payt har kuni soat bola tugagandan keyin hamma bola ketdimi, yaxshimi, sog'lommi, ota-onam qo'liga topshirib oldingizmi deb hammasi mana shu yerda turaman. Lekin bu ota-onani hozirgi holatini endi menga aytib turishibdi. Mana shu oydagi, fevral oyidagi holatlari bilan endi menga murojaat qilishyapti. Keyin aytayapti, biz ikkalamiz qizishib ketdik, aytishdik opoy bilan, yaxshigina aytishdik. Aytdimki, ikkalamizni nimamiz bolaga ta'sir qilmasin dedim, bosim o'tkazmagin desam, bolang meni qo'limda-yu kim bo'yi deyapti. Men qanday o'shani bolamni tashlab chiqib ketaman bu gapdan keyin? Kameralashtirilganmi? Mana shu yerdagi opoylar, ota-ona bitta ota-ona ham bor edi guvohim. U ham chiqib ketayotgan ota-ona qaytib kelib turib, o'sha nevarasi haqida o'zini nimasini aytdi. Mana unaqa holat ekan, meni gapimga qo'shildi, haqiqatdan. Endi opoy qachongacha men bolamni majburlab beraman? U Sherdorbek masalan 10 kunda bir, 12 kuzataman, vaqtli kelib bolani kuzataman. Lekin 15 kunda bir, 10 kunda bir shunaqa injiqlik chiqadi haqiqatdan. Endi u qanaqa injiqlik qiladi menga qorong'i, lekin tarbiyachi, yordamchisi ham, tarbiyachisi ham yaxshi muomala qilib kutib, o'yinchoqsa o'yinchoq deydi, boshqasi aytaman, "Ey shu bolani qo'yinglar." Buni bitta bu emas. Boshqa bolaga ham sharoit yaratib bering. O'ynagisi kelar, bir narsani ushlagisi kelar. Qo'yib qo'ying, o'zi nonushta paytigacha o'zini o'zi o'ynab qilib oladi deb tarbiyachilarga kechagi holat, opoy mana kechagi holat. Mana bitta turuvdingiz, yig'lab kirib ketdi, to'g'rimi? Chirillab yig'ladi, kirmayman. Kirib ketdi. Ha, chirillab yig'ladi. Sayyora opoyim bo'lsa kirmayman. Bu qachongacha men bunaqa qilib beraman bolani? Qanday men ishonaman bolam? Bu meni kelajagim. Bu nimada juda nimaga bu 5 yosh bola nima tanlayapti? O'qituvchi tanlayapti. Bu nima qilyapti? Yo bu yolg'on gapirish bitta hozir boshlandim. Zuhraxonim, siz o'ylagan darajada pedagog, unaqa pedagog emas. Endi men opoy aytyapti, bolani urmaydi, bolani sizga murojaat qiladi-chi bu ayol. Nimaga bunaqa bo'lmasa? Opoy nimaga urdi deyapti. Bola o'zgardi. Bu hozir yolg'on gapiradigan narsa bormi, rivojlanganmi? Yo'q, mana o'tgan hafta shunaqa bo'ldi. Bir marta emas. Men o'tgan safar mana opoy sizga murojaat qilyapman, natijasi yo'q. Eldorbek, opamiz murojaat qilishgan edi. Ya'ni farzandimni uryapti.
Undan keyin bugun tortishib ketgan odamingiz bugun tortishib ketdik shu qiz bilan deyapti. Shu holat bo'yicha nima deya olasiz? Haqiqatan ham opa to'g'ri gapiryaptimi yoki ozgina kecha tortishib ketdik, lekin men farzand bilan urganim yo'q. Urmagansiz. Qarang o'g'lim, ismingiz nima edi? Sherdor. Serdorbe. Shu opa urdimi yo boshqasimi? Shu qaytingizga urdi. Qaytingizga urdi. Sursat. Qaytingizga urdi, qo'rqmang. Qaytingizga urdi. Bugun Qaytingizga urdi qo'ying. Qo'rqma. mana bunga gapirib bering. Bunga gapirib bering. Qaytingizga urdi. Ertalab aytdingiz-ku, qaytingizga urdi. Xo'p, opa undan tashqari. Xo'p, undan tashqari xo'p, opa kelganda o'rtada tortishuv bo'libdi ozgina. Shu jarayonda bolangiz meni qo'limda qoladi degan gap bo'ldimi? Achchiq ustida bo'lsa ham. Men aytdim, ikkalamiz urishdik. Bolaga boshing uraman dedim. Sizni bolangizni ham uraychi dedim. Qana bo'ladi dedim. Keyin ikkalamiz urishdik. Bolaga kun bo'yi ta'siri bo'lmasin, sen bolang kun bo'yi meni qo'limda deyapsiz. Keyin xohlaganingni qo'lingdan kelganini qil deyapsiz menga. Siz nima dedingiz menga? Yo'q. Men nimaga urdingiz? Nimaga talab qilaman? Men talab qilaman, ota-onaman. Men birinchi gapim hovliga chaqirdim. Sherdarbek dedim, "Opoyingiz urdimi?" dedim. Desam, "Ha, aya metimga urdi" deb opoyni oldida aytyapti. O'zidan yaxshilab so'rang. Sherdarbek seni urdimmi men? Ha? Aytchi. Qaytingizga urdi? Seni qachon urdim? Kecha yig'lab olib chiqdingiz, ha? Yig'lab Shunaqa holat, bugun ham shunaqa holat. Ko'tarib, olib kirib, yaxshi gapirib, siz injiqligingiz uchun ham bolangizga yaxshi gapiraman men. Keyin tepam injiqda deyapti. Birormi? Qaysarda endi nima qilay? Xarakteri bor. Bitta joyda turmaydi. Bu bolada. Yo'q, Koreysga ta'lim dedingiz. Koreysga ta'limda bolangizda haqiqatda shu narsa bor deb. Nimaga holat bunaqa bo'lmasa? Men sizda asabingizni turib, yo sizga negativ, yo Sizdan yaxshi so'radimmi? Hozirgi holat bo'yicha o'sha yerda haqiqatan ham shunaqa gap bo'ldimi? Shunaqa gap bo'ldimi? Rahbar kelik, rahbarning oldida ikkovimiz gaplashib olamiz demabsizlarda. Ozgina shu 15 minut kutganlaringni men shekka kelardim. Shu darajada chunki bu yerda bor, sizlarda ko'p gapiradigan haqlaring yo'qda, chunki bu yerda egasi borda, bu opada davlatimiz ishonib topshirgan, bu opani ham rahbari borda aniqda. Bu davlatning joyida, hozir sizlar ham ketasizlar, biz ham ketamiz. Xohlaganini qiladi-da. Davlatning joyida bu yosh bolalar prezidentning bolasida, bular meni bolam, meni kelajagim deyapti-da. Bu ta'lim sohamizda o'zi qancha e'tibor beryapti, qancha milliard pullar ajratyapti-da. Men urmagan narsamga achchig'im keldi, to'g'risi. Xo'p, undan tashqari hozir bular bilan qilganga achchig'im keldi. Yo'q, bolangiz meni qo'limda. Meni qo'limda bolangiz. Bola gapiraveradi-da. Yolg'on gapirganmi shu bolada 5 yosh. Bola har xil gapiradi. Meni bolam hali yolg'on gapirmagan. To'g'risini aytib turaveradi, chunki bu yolg'on gapirish nimaligini ham bilmaydi-da. Chunki men kattalardek gaplashaman bola bilan. Meni qo'limda dedingizmi? Yo'q, unaqa degan nimaga yolg'on gapiryapsiz? Men aytdim, ikkalamiz urishdik. Bolaga bosim o'tkazmagin. Qachon sizga? Mana shu yerda aytdim. Aytdim, bola kun bo'yi meni qo'limda dedim. Men ustoziman, menga to'g'ri ma'lumot ko'chada aytdim shu ko'chada chiqqanim yo'q, men mashitda. Qo'lingiz cho'nta men ustoziman, qo'lingizdan kelganini qil. Dedi, keyin chiqib ketayotib aytdim. Mana shu yerda opoylar bor. O'sha ota-onani ham hozir olib kelaman. Ota-ona ham bor. Ketdim, ikkalamiz urushganimiz bolaga bosim o'tmasin dedi. Kechirim so'rayman, men kechirim so'ramas. Men kechirim so'rash uchun qilganim yo'q. Bolamni urmasin, to'g'ri tarbiya. Ismingizni? Sevara. Sevaraxon. Xo'p, mana bolangiz soppa-sog'a qizlarjonlar. Bilma bo'lish kerak. Yo'q, men endi eshitib turing. Mana ustoz o'sha kechagi holat bo'yicha sizdan kechirim so'raydi. Hozir tushuntirish xatini yozib beradi. Endi sizning maqsadingiz nima? Meni maqsadim bolani urmasin. Bo'ldi. Aytganini qilmagan taqdirda ham urmaydi. Urmaydi. O'zim ham kuzatib turaman. Urmaysan deyman. Sen ham demaysan deyman. Bularga juda qattiq talab qo'yaman. Eshigingni ochib o'tirib, mashg'ulotingni o'tasan deyman. Har 15 minutda mashg'ulot nimaga o'tyapsan deb eshiging tagiga borib kuzatib kelaman. Haftani boshida ham aytib kirdingiz-da, qaytingizga urdi birinchi kuni. Bu birinchisi emas. O'ziga ham aytdi yaxshi. Haftani boshida qizlarjonlar men shetda edim Sevaraxon. Yo'q, o'zlariga aytganman. Urmang ya deb tashab ketgan kunlarim yo'q dedim. Ha, bu nima deyapti? Bezillayapti. Men urganim. Nimaga moqchirani urdi demayapti. Nimaga ana qolgan Rashida xola qo'ydi urdi demayapti bu. Nimaga aynan sizni urdi deyapti. Bu bir haftada 3 ta qo'y kiradimi? Sizni talabingizni qondirish maqsadida bu Bekmirzaevani boshqa gruppaga olib o'taman. Boshqa gruppaga olib o'taman. Nimasini beraman, intizomiy chorasini beraman.
Qo'limdan kelgani shu. Padmen nimasini alishtirib qo'yaman. qilyapti. Ana sayyoraxona qo'y, oliy ma'lumotli bering to'liq ishini. Xo'p, ana oliy ma'lumotli deyapsiz, lekin men bir ikki marta tahlil qilganimda o'sha nima darajasida o'tmadi-da. Men bolamda kichkina gruppaga olib kirdim uni. Sen kichkina gruppadan o'rganib kelishing kerak ekan deb bu oy o'sha siz aytgan qizdan oldim. Lekin bu gruppada nimada ishlardi. Men bolamda natija ko'rganman o'sha qo'yda. Sezilarli darajada ko'rganman. Zo'r o'sgan bola. Ha, endi bola har xil. Lekin mana bitta haftada 3 ta qo'y kiradi. Yo'q, adashyapsiz. 2 ta qo'y kiradi. Ikkalasiga ham urdi demayapti. Bolaga urdi demayapti. Xo'p, mana aytyapman-ku, mana alishtirib qo'yaman shu nimani, gruppangizni nimasini, ota talabingizni qondirib, buni boshqa gruppaga olib olaman. Ertaga chiqadi, ertaga nimasi bo'yicha, mashg'ulot setkasi bo'yicha mashg'ulotini kuzataman. Kirmayman-da, telefonimni qo'yib qo'yib, videoga qo'yib. Buni ham ertaga ish kuningiz emasmi? Kelasiz, menga katta gruppada mashg'ulot o'tib berasiz. O'sha mavzu bo'yicha. Opa, mashg'ulot zo'r o'tadi deb turib, zo'r o'tadi deb turib. Lekin nima qilsa qilaveradi deganim emas, tarbiyachi. Qanaqa mana moddiy yordamchisi men doim tayyorman. Doim. Endi baxtli maqsadi o'sha nima Bahriddin va Sayyoraxonda o'rta guruhda maqsadim u ham. Ha, demak, ular ekotol biriktirib olgan, da'vatlarni qo'yishmoqchi. Sayyoraxona qo'ydim, men chetda taniganman. Hozir bolam shuni biladi. Bolamda natija ko'rganman deyapti. Siz noto'g'ri talqin qilyapsiz, gapni. Qo'yish bas. Meni bolam o'shandan tarbiya olishini xohlayman deyish bilan qo'yish farqi borda. Bu qo'yalmaydi-da. Chunki vakolatli tashkilot bo'lsa bu siz uzr kesin qo'yish deyapsiz. Qo'yishda bolasi o'shandan tarbiya olishini ota-ona xohlayapti. Yo, nima demayapsiz? Qo'yyapsiz, uzr kesin. O'shani men hokimga proxy bunga qarshi chiqqan bo'lib qolyapman. Ayni damda biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 65-maktabgacha ta'lim tashkilotidan murojaat tushgan. Mana shu murojaatni o'rganishga keldik. Murojaatni o'rgangan chog'imizda, ya'ni yosh bolani 5 yoshga to'lmagan bolani bu yerda tarbiyachi tomonidan urdi deb murojaat qilishgan. Mana shu murojaatlarni o'rganishga keldik va xulosada davlat tashkiloti, ya'ni bog'cha maktabgacha ta'lim bo'limidan yoki maktabgacha ta'lim bo'limini mana shu yerdagi mudirasidan munosabat olamiz deganimizda munosabat berishdan bosh tortishdi. Qolgan xulosani o'zlarining e'tiboringizga havola qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunday murojaatlaringiz bo'lsa bizga yo'llang va qonun doirasida sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.